Assalomu alaykum. Bugun muhim podkast loyihamizni ikkinchi mehmoni Umar Aliyev Muzaffar akamiz. Bugun sizlar bilan ko'ra oladigan insonlar qadrlamaydigan mavzu haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum Muzaffar aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, muhim podkast kanalining obunachilari, tomoshabinlari. Taklif qilganingiz uchun Alloh avvalo sizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Boshlagan ishlaringizga Alloh rivoji barakot bersin. Nimaiki sizga niyatni boshlagan bo'lsa, Alloh taolo niyatiga yetkazsin. Xo'sh, birinchi savolimiz Muzaffar aka, bu ko'z masalasida. Bu necha yoshingizda ko'zingiz ko'rmay qolgan? Ko'z masalasi bizniki tug'ma. Tug'ilganda shunaqa tug'ilganmiz. Yoshligimizda shunaqa tug'ilgan, shunaqa shu operatsiya qilingan, bitta ko'zimiz ko'rmaydi, bittasi Moskvada operatsiya qilingan, o'sha ko'zimiz bilan Xudoga shukr. Hozir ko'rib turibmiz. Nechinchi yillar qilingan shu Moskvada? Moskvada operatsiya qilingan 86-yil. Necha yosh bo'lgansiz? Unda 11 yosh. 11 yosh. Ungacha ko'rmagan ham esimda qolgan, mana 27-avgust kuni operatsiya bo'lgan. Chiqib ham yo'q, ko'rganman. Xira ko'rganman u paytda, chunki ko'z katarakta bo'lgan. Agar operatsiya qildirmaganimda hozir umuman ko'rmayotgan bo'lardim. U katarakta o'suvchan pardam bo'lgan meniki. Sekin-sekin xiralashtirib ketaveradi xiralashib. Demak, o'ng ko'zni O'zbekistonda qila olmagan, chap ko'z Moskvada qilingan. O'ng ko'z O'zbekistonda shu bilan ko'rmay qolgan shu bilan. Hammani bolaligi har xil o'tadi. Sizni bolaligingiz qalay o'tgan aka? Meni bolaligim endi kichkinaligimdan agar oladigan bo'lsam, aytishadi, rahmatli onam aytadi, 3 yoshinggacha kasaldan boshing chiqmagan deydi. U kasal bo'lganmi, bunaqa kasal bo'lganmi, sudurga bergan ekanman. Keyin bir qiziq voqea bo'lgan ekan. Xolam qo'liga olgan paytda sudurga berib qo'ygan ekanman. Shu bolang o'lib qoldi deb otib yuborgan ekan. Shu o'sha sudurga yo'qolib ketgan ekan. Shu bilan mana endi shu bilan maktabga borganmiz. 7 yoshimizdan ko'z ojilar maktabiga Toshkentda o'qiganmiz. Shu bolaligimiz shu. Yoshlikda nimalarga qiziqqansiz? Bizni asosiy qiziqishim muzika bo'lgan. San'atga juda qiziqqanman. San'at sohasida ham qiziq voqea bo'lgan. Chunki mana enamiz o'tgan paytda shu onam rahmatli aytib beradi. 79-yilgi voqea ekan. Bu yoqda deydi ta'ziya bo'lib yotibdi deydi. Birdaniga deydi tog'aram dangillagan ovoz eshitilib qoldi-yu deydi. Uzum tagida bosgan ekanman, tog'aram qarsillatib. Shu muzikaga qiziqqanman. Keyin sekin-sekin dadam keyin pianino olib berdi, akordeon olib berdi. Shu oxiri akordeonga qiziqib ketganman keyin shu bilan. U akordeonni nima orqali o'rgangansiz? Qanday o'rgangansiz? O'zim shunday masalan o'rganganman, keyin Toshkentga borib o'qiyotgan paytimda bizni o'qituvchimiz juda bir qattiqqo'l o'qituvchi bo'lgan. Boshlang'ich o'qituvchi, hech qayerga chiqarmaganda, biron joyga chiqarmagan. Ertalabdan kechgacha ushlab o'tirardi. Keyin o'sha o'qituvchining qo'lidan chiqib 4-sinfga o'tganimizdan keyin, 5-sinfga o'tganimizdan, 4-sinfga o'tganimizdan keyin bir tarbiyachimiz bo'lardi. Shu sekin qarab, senda shu qobiliyat bor ekan deb turib o'zi olib borgan. O'sha o'qituvchi bo'lardi, o'sha akordeondan dars beradigan. Shunga olib borib, shu yerda krujokda o'rganganman, to'garakda chalishni. Asosiy qiziqishim akordeon bo'lgan. Akordeon chalib. Maktabda ham konsertlarda ishqa mensiz konsert bo'lmas edi. Qo'sh paytlarda. Hayotda ko'proq nima motivatsiya beradi aka sizga? Nimadan motivatsiya olasiz? Kuch olasiz, ya'ni quvvat olasiz. Endi ilgari shu san'at sohasida yurganligim uchun shundan olardim. Shu bilan ketsam kerak deb o'ylardim. Bari Allohning inoyati ekan bu. Hozir mana masjidga kelib olib Qur'on o'qisak, biron bir narsalar eshitsam shu maza qilaman hozirgi paytda. Ilgari shu muzika bo'ladigan bo'lsa, hozir endi bunga aylanib ketdi. Hozir demak muzikadan uzoqlashgansiz. Uzoqlashgan, juda uzoqlashganman. Lekin uzoqlashdim deb nima? Baribir ham qiziqish bor. Qiziqish bor baribir ham, chunki hozir programmalar chiqib ketdi. Shularga qiziqib bir ko'rib turaman. Nima qilsam nima bo'ladi? Hozir sun'iy intellektlarni qo'shib tayyorlash boshlanganini qiziqib shuni ham qilib ko'rdim. Har qalay eplar ekanman. Eslatib o'tamiz, kimdir bilar. Bilmaganlar, akamiz hozir Toshkent viloyati Bekobod tumani Amir Hamza jome masjidida muazzim lavozimida ishlaydilar. Ya'ni 5 vaqt azonni o'sha akamiz aytadi. Masjidga kim taklif qilgan Muzaffar aka? Shu masjidga meni kelishimga Farruxjon domla o'sha o'zimizda bir yil ishladi.
Shu yigit juda ilmli domla u bola endi haligi ko'pchilik taniydi, Alloh rozi bo'lsin shu yigitdan ham. Shu yigit chaqirgan. Bu yigitga aytishganda endi mana shuni ham bir eshitib ko'ring deb chaqirgandan keyin bir kun peshin namozidan chiqqanimizdan keyin sekin oldiga chaqirdi. Keyin nima gap tinchlik bilsam, sizni azon chaqiradi deyishdi. Ha, endi qo'ldan kelgancha har qalay endi san'at yurgan odamman-ku. Bir azon chaqirib bering dedi o'sha xonada. Keyin azon chaqirib beruvdim, ma'qul bo'lib qoldi keyin. Bo'ldi, bugundan boshlab shu asr namozidan boshlanadi deb. Shu bilan o'sha sohaga kirib kelganman. Sabab bo'lgan shu yigit, sabab bo'lgan shu. Farruh akamiz. Farruh domla sabab bo'lgan. Alloh rozi bo'lsin, ilmi ziyoda bo'lsin. O'zbekistonda ko'zi ojiz insonlar uchun nimalar yetishmaydi aka? O'zbekistonda ko'zi ojizlar uchun hozir hamma sharoit bor. Hamma narsa Xudoga shukr bor masalan. Endi faqat ko'zi ojizlarning o'zi ishlash kerak. Hozir ko'zi ojizlarga mana bu narsa yetishmaydi deb bo'lmaydi. Chunki kompyuter sohasida ham ko'zi ojizlar ishlasa bo'ladi. Chunki gapiradigan programmalar bor. Telefon ishlasa bo'ladi, chunki gapiradigan programmalar bor. Kitob o'qiyman desa kitoblar. To'g'ri, kitob yetishmaydi haqiqatan ham. Juda bir sizlarga o'xshab hamma kitob chiqarilmagani uchun kitob chiqarish juda qiyin. Lekin ko'zi ojiz odam bemalol O'zbekistonda hamma sharoit Xudoga shukr bor. Harakat qilish kerak faqat. Faqat harakat qilish kerak. Oilalisiz, nechta farzandingiz bor aka? Farzand 4 ta farzandimiz bor, 3 ta qiz, 1 o'g'il. 3 ta qiz, 1 o'g'il. Kattalari qizmi yo kichkina? Kattasi qiz, eng kichkinasi o'g'il. 3tasi qiz, kichkinasi o'g'il. Qizlaringiz turmushga berganmisiniz? Ikkitasini berganman. Ikkitasini. Nevaralar? 3 ta nevara Xudo xolasa. Nevaralarni qanday erkalatasiz? O'zi nevara ne'mati qanday Voy. inson? Haligi danagidan mag'zi shirin deydi-yu. Ha. Kelib yopishgandan keyin bo'ldi. Hech narsa uni esimdan chiqaraman. Hamma narsa esimdan chiqadi. Keyin bitta yopishib olsa bo'ldi. Bitta yopishadi. Bobo dedi, shu bilan ketdi. Kelib oldim kelgandan keyin bir martaga kelib quchoqlab 5-10 minut qo'limga ko'tarib turaman. O'shanda yo uxlab qoladi yoki pastga tushib shu bilan oladiganini olib ketadi. O'zim mazza qilaman. Soatlab oyog'imda masalan uxlataman o'sha bolalarni, soatlab. Shular uyg'onib ketmasin deb o'tiraverardim soatlab. Yosh bolani yaxshi ko'raman, yoshlar. Chaqaloqchalarni ham yaxshi ko'raman. Juda mazza qilaman ko'tarsam. Qur'on o'qiysiz-a? Qur'on o'qiymiz, Xudo xolasa kitob olib kelmabmiz, mana esdan chiqib qolibdi, lekin Qur'on o'qiymiz. O'sha biz ko'zi ojizlar uchun Qur'on chiqarilgan. Kitob bor. Bemalol o'sha kitoblar ham chiqarilgan. Qur'on o'qishingizga sababchi bo'lgan inson bormi? Qur'on 97-yil birinchi variantda chiqarilgan ekan. Biz maktabni bitirganimdan keyin o'sha maktabdan ancha uzoqlashib ketganman. Ancha. Mana yaqinda o'rtog'im sabab bo'lib shu guruhga qo'shilib qoldim. Maktabdoshlar degan guruh ochilgan. Katta yu kichkina ko'z ojizlar hammasi yig'ilgan Telegramda. Bordi keldi qilib turib misol shular bilan Xudoga shukr. Endi 97-yil o'sha kitob chiqarilgan. Men undan bexabar bo'lib qolganman. Bilganman, faqat uncha harakat qilganman. Keyin sekin namozga kirib ketganimdan keyin o'sha kitobni qidirishga tushganman. Bunisiga iltimos qilganman, bunisiga iltimos qilganman. O'sha gruppadan chiqib ketganim, maktabdan uzoqlashib ketganim menga fan bergan. Agar uzoqlashmaganimda bittada topardim kitobni. Shu bilan bir joyda gaplashib o'tirsam, mana Muhammad Sodiq aka bor, Xoliq Berdiyev. Muftiy deyishadi. Shu inson gapimni eshitib qoldi. Nima deyapsan? Aytdim, shunaqa ko'z ojizlarga kitob chiqarilgan. Bormi dedi? Bor dedi. Aniqmi dedi? Aniq. Yo'q, bilan ishing bo'lmas dedi. Endi o'zim qidiraman deb borib undan so'ragan, bundan so'ragan, oxiri Chorsuvga borib turib, o'sha Chorsuvdan aynan bizni maktabda o'qigan bolani kitob do'koni bor ekan. O'sha bilan tanishib qolib, shu olib kelgan, kitobni menga olib kelib bergan. Keyin birinchi olib kelib bergan odam shu bo'ladi. Muzika sohasida, ya'ni o'shanda o'qiganman deyapsiz. Necha yil yurgansiz bu sohada? Bu sohada kelib 95-yil dadam madaniyat uyiga ishga olib kirgan. 95-yil. 97-yildan boshlab sekin-sekin to'yga chiqib ketganman keyin bir. Shu bilan bir yurdim, bir 15 yilcha yurdim. To'ylarda yurdim keyin. Nima sabab bo'ldi mana shu eng qiziqqan sohangiz muzika sohasini tashlab ibodatga o'tib ketishga? Muzikadan to'g'risi u
darajalik menda sharoit bo'lmaganda masalan. Chunki hozir muzikantlarni ko'rsangiz, endi kimmi muzikantlar boshqa sohada ham asbobni yangilaveradida masalan. O'zlaringda ham shunaqa narsalar bo'lmas, telefonni yangilashinglar mumkin, boshqa qilishinglar. Muzikada ham shuda masalan, bu asbob olgandan keyin yangasi chiqimini olish kerak. O'sha narsa menda o'sha sharoit bo'lmagan. Shu bilan sekin-sekin qarasam, keyin shu bilan namozga kirib ketdik. Namozga kirgandan keyin qandaqadir ma'qul bo'lmadi, chunki to'yda yurish yo to'ydagi holatlar juda bir chatoq endi, kechqurungi holat ayniqsa. Ma'qul bo'lmadi. Shu bilan sekin-sekin Allohning inoyati bilan uzoqlashib ketdik. Lekin hali ham to'yga chiqmayman, lekin o'sha qo'limga bir asbob tushib qoladigan, biz birma-bir qo'lim yurg'izib ko'raman, lekin madaniyatga bir borib qolsam, madaniyatga aylanib bir borib qolsam, shu elektr pianinasi bor ekan, bir ikkita asboblari bor ekan, shu bilan chalib chiqib ketaman. O'zi hamma insonning maqsadi bo'ladi. Maqsadlari, yo oliy maqsadi bo'ladi. Maqsadlar qanday bu yog'iga, Muzaffar aka? Endi biz maqsadimiz nima endi? Shu farzandimiz shu yaxshi nima niyat qilgan bo'lsak, niyatlariga yetib yuraylik. Farzandimiz ham orqamizdan qolsin. Ular ham chiqib ilmli bo'lsin deb maqsadimiz shu endi. O'zimiz mana shu mazirlik sohasida ish qilib oxirigacha ketishni xohlayman. Oldingiday mas hozirda texnologiya rivojlanib ketdi-yu, mana telefonlar. Texnologiya hayotingizni qanchalik darajada o'zgartirdi, ya'ni yengillik berdi. Men o'zim texnikaga qiziqaman, eskidan. Yoshligimdan texnika jinnisi man asl olganda. Juda qiziqardim. Hozir ham shu mana shu telefonlar gapiradigan telefonlar bo'lgan, hozir shunaqa programmalar bor. Shuni gapirtirguncha men juda qiynalganman. Juda ko'pchilikdan so'raganman. Unisidan so'raganman, bu so'raverib, oxirida keyin qidirib bir yigit Play Market degan narsa bor. Qo'limizga bu sensor yangi tushganda Play Marketni mana bilib o'tiribmiz men biz. Shundan topib telefonni o'zim gapirtirganman. O'sha paytda rus tilida gapirardim. Shu o'rganib ketdim keyin. Texnika jonidirim asl olganda. Juda qiziqaman. Bossam nima bo'ladi? Ko'pchilik telefon qo'limda turgan bo'lsa, ko'pchilik ko'rib o'tiribdi deb o'ylaydi. Asli men ko'rmayman. Uni titaman, ichida nima bor u? Bossam nima bo'ladi? Mana uni bossam bu nima bo'ladi? O'shanisiga qiziqaman. Odamlar meni telefon ko'rib o'tiribdi deb o'ylashadi-da. Asli ko'rmayman, titaman texnikani. Menimcha shu tanish bilish, oshna og'aynilarni ko'proq ovozdan tanishingiz kerak. Ovozdan taniyman, ko'rib turib tanimayman. Ovozdan bilaman. Odamlarni ovozlar orqali odamlarni tanish qanchalik oson? Endi ko'z ko'rmagandan keyin shu quloq bilan qo'lga beradi deyman-da, men hazillashaman ko'pchilikka. Chunki bitta men emas, ko'pchilik ko'z ojizlar masalan ovozdan bilib oladi. Bor bilmaydiganlar ham bor mana. Lekin biladigan ko'pchilik. Shunda ovoz chiqargandan yoki ovoz chiqargandan biladi yoki qilig'idan bilib oladi. Endi sizni umumiy ko'r deb ham bo'lmaydi, chunki ko'rasiz. Men ozgina ko'raman. Qanchalik darajada? Shu masalan atrofimni ko'raman, 2-3 metr atrofimni bemalol ko'rib yuraveraman. Lekin ko'rgan narsam ko'p holatlarda esimda qolmaydi masalan. Odamlar qanchalik darajada yaqin kelsa taniysiz ular? Odamlarni tanimayman, umuman bilmayman. Odamlar yaqin kelsa ham tanimayman. Sharpani bilaman. Odam haqiqatan shu inson oldimda odam kelyapti. Kimligini bilmayman. Ovozini chiqarsa bilaman. Lekin qilig' bor, ba'zi odamlarda qilig'i bor. Menga nisbatan qiladigan qilig'lari bor. O'shandan bilib olaman. Har bir odamda o'zi menga nisbatan qilig'i bor. Qanaqadir bir yo jim keladi yoki bilan ziqib keladi. O'shandan bilib olaman bularni. O'zi hamisha xushchaqchaq insonsizda. Men hech sizni xafa bo'lganingizni ko'rmaganman, har doim. Shu bilan yengilamiz endi. Shu bilan yengilib o'tib ketamiz. Qiziq voqealar, nima qiziq voqealar bo'lgan o'zi aka hayotingizda? Birortasini aytib bera olasizmi? Ya, qiziq voqealar juda ancha ko'p bo'lgan. Mana bittasi o'sha muzika sohasi yoshligimda bo'lgan bo'lsa, endi maktabda juda ko'p qiziq voqealar bo'lgan. Texnika voqeasini aytib beraman. Maktabda masalan u paytda radio o'zel bo'lardi. Radio o'zelda 5 so'mlik radio deyishadi, reproduktor deyishadi. Biz tomga chiqib, o'sha cherdakka chiqib, cherdakdan qo'shnining telefon liniyasini sim tortib, qorong'ida biz ketib qolsak ketdik shu bilan. Qorong'ida shu simini tortib turib, radioni uchiga ulab turib, men nomer teradigan edim. Nomer teradigan bo'lganman, chunki bunaqasiga uzib olsangiz,
nomer terilaveradi. 5 marta emas, 5 teriladi, 4 marta uzib olsangiz 4 teriladi. Shunaqa qilib nomer terib gaplashardik. Shunaqa qiziq voqealar shunaqa bo'lgan. Shunaqa qilib gaplashib bolalar bilan bunday gapiradi, u gapirayotgan paytda quloqqa tutiladi. Quloqni olib yana gapiradi, yana quloqqa tutiladi. Shunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Shu bilan bir sinfdoshimiz keyin o'qituvchimizni aldagan keyin. Qayerdasizlar? Qorovulxonadanmiz degan. Shu bilan qorovulxonaga odam telefon qilgan, shu bilan aldaganimiz bilinib qolib, ana katta to'polon bo'lib ota-onamizgacha kelgan, maktabga kelgan. Maktab payti ham sho'x bo'lgan ekansiz. Juda. Indamay yurardik, bir sho'xlik qilib qo'yardik. Lekin o'shanda ham men texnikaga qiziqqanman. O'shanda qiziqishim sabab bo'lgan shu ham. Shu narsa ham. Hayotingizdagi eng qiyin davrlar qaysi bo'lgan? Hayotimda eng qiyin davrlarim shu yoshligimda ko'chaga chiqa olmas edim-da, o'sha kichkina paytlarimda. Maktabdan kanikulga kelardim. Ko'chaga chiqa olmas edim. Ko'chaga chiqdim degandan kalaga boshlanardi. Bittasi ko'zi ko'rdirdi, bitta u derdi. Rosa qiynalardim. Kim aytgan bilmayman, orqasidan quvib bora olmayman. Rosa qiynalganman o'sha paytlarda. Juda qiyin bo'lardi. O'sha gapni eshitishga juda og'ir bo'lgan yoshligimda. Hozir Qur'on o'qiysiz, bemalol. Bemalol, xudo xohlasa, qo'ldan kelgancha. Ja tez o'qimasak ham o'qiymiz har qalay. Kitobdan. Turmuja sog' ko'zimiz ko'rib turib, Qur'on o'qimayotganlarda nima bahonasi bor ekan? Endi Xudo diliga solmasa foydasi yo'q deb. Ular hozir mana bu narsani bahona qilyapti, buni bahona qilyapti deb hozir bir narsa deya olmaymiz unga. Chunki bittasi Xudo uni diliga solmagan shu. Balki biz dilimizga solmaganda bizni ham chunki ko'z ochlarni o'qib yetgani ko'p. Zalolatda yurgan ko'z ochlar bor masalan. Ular ham bor. Agar ko'zi sog' odamni bahona qilyapti desak, ko'zi ko'r odamni ham bahonalash shunaqa o'qimaydigani bor. Umuman Qur'on namoz o'qimaydigan ko'z ochlar bor. Agar sog'larni aytadigan bo'lsak, endi Xudo diliga solmagandan keyin ularga bir narsa deb bo'lmaydi. Insof bersin deyiladi shu. Odamlar o'zi siz bilan gaplashganda odamlar bilan ko'p gaplashasiz-ku. Qanday qilgan muomalalari ko'proq yoqadi aka? Menga odamlar har qanaqa muomala yoqadi, faqat qovog'ini yoqmaydi. Qovog'ini solib bir xillar jabr qovog'ini soladigan, mana kuladigan holatda bo'ladi. Odamlar ustidan kulib gapiradiganlar bor-da, masalan, hazillashib gapirish bor. Keyin kulib hazillash bor. Odamlar ustidan kulib, ularning ustidan kuladigan bo'lsak, o'ziga yoqmaydi. O'zi kulaveradi, lekin o'ziga nisbatan kuladigan bo'lsangiz, darrov burilib ketadi masalan. Muomala qilgandan keyin oxirgacha chidasa, menga shu o'sha yoqadi menga. Men bilan bir xil muomalada bo'lsa yoqadi-da. Oilada nechta farzandsizlar? Biz oilada 3 ta aka-uka. 3 aka-uka. Bitta sizda shu anaqa. Bitta menda shunaqa. Avlodda ham bitta menda, boshqa yo'q. Dadangizlar duradgor bo'lib ishlagan adashmasam. Dadam aslida olganda asl sohasi o'qituvchi, fizikadan dars bergan. Oshpaz bo'lgan duradgorlikdan tashqari. Juda katta oshpaz bo'lgan dadam rayonda. Oshni ham lekin birovga shogird tushib o'rganmagan, o'sha institutda o'qib bergan paytda kachigarlik qilib o'rgangan. Lekin juda katta oshpaz bo'lgan rayonda. Ustachiligini tog'asidan o'rgangan ustachiligini. Lekin asli soha o'qituvchi, fizikadan dars bergan. Asli sohasi o'qituvchilik. Qarindoshlar yig'ilib turasizlarmi? Qarindoshlar oyda bir, mana amakilarning bolalari hozir yig'ilib har oyda bir marta yig'ilib turamiz, chaqirib turishadi. Siz Toshkentda o'qigansiz-da, demak-a? 82-yil ketganman Toshkentga. 12 yil bo'ladi biz maktabimiz. Hozir 10 yilga tushirilgan, shu biz paytimizda 12 yillik edi. Hozir paytda 20-chi maktab internati deyilardi o'sha paytda. Hozir 77-chi Nurli maskan deb qo'yilgan hozirgi paytda. O'sha yerda 12 yil o'qiganmiz. Sinfdoshlar bilan gaplashib turasizmi? Sinfdoshlar bilan har doim Telegramda guruhda qilib olganmiz, o'zim ochib olganman. Har kuni yozishib turamiz, shular bilan gaplashib yozishib. Lekin ko'rishish sal muammo, chunki biri u yoqda, biri bu yoqda, biri bu yoqda, biri bu yoqda. Shuni hisobiga gaplashib, to'y qilsa, bu narsa qilsa borib turamiz, lekin bir-birimizga. O'sha ko'zi ko'radigan insonlarga nima deya olasiz, Muzaffar aka? Ko'rganiga shukr qilish kerak edi. Ko'rganiga ular shukr qilish kerak. Ko'z ne'mati o'zi insonga qanchalik darajada muhim
endi ko'z ne'mati emas, hamma ne'mat o'zi muhim. Chunki agar ko'z ayniqsa endi ko'pchilik gapiradi masalan, uni bo'lmasa qiyin bu. Yo'q, endi ko'z mana nogiron bo'lsa qarangda, olaylik. Mana ko'zi ojizlar jamiyati bor, nogironlar jamiyati bor. Nimaga qo'shilmaydi desa, bir-biriga qo'shilmagan ular. Ko'z ojizlar bilan nogironlar jamiyati bir-biriga qo'shilmagan. Nima uchun desa, cho'loq odam qo'l ishlaydi, narsasini olib yoladi. To'g'rimi? Cho'loq odamni ko'chaga chiqarib olsangiz, oyog'i ishlamasa ham arabada ketaveradi. Qo'yib yuborsangiz. Ko'r odamchi, oyog'i ham ishlaydi, qo'li ham ishlaydi. Ko'zi ko'rmaganda qayerga boradi? Ovqatini ham topib yeya olmaydi, yo'liga ham yura olmaydi. O'shanga aytamanki, ko'radigan odam endi ko'rganiga shukr qilsin endi. Shu qiynalgan mana yo'lda deyapsiz, boshqada deyapsiz, ko'proq kimlar yordam beradi Muzoffar aka? Endi hozir bu yerda uncha-munchasi masalan qarab turadiganlar ham bor, yoki qo'lda ushlab o'tkazib qo'yadiganlar ham bor. Lekin Toshkentda ko'p ko'rganmiz. Toshkentda masalan ko'chadan o'tamiz desak, indamasdan kelib, qo'limizdan ushlab, yo'ldan narigi betiga olib o'tib indamasdan ketardi. Biz yo'llarimiz katta emas, Toshkentda katta yo'llar. Maktabdan chiqib masalan u yoqqa berib aylanganib borib kelardik. O'zimiz masalan magazinlarga borardik bolalar bilan birga yig'ilishib. Kelib qo'limizdan ushlab, shu narigi tomonga o'tsak, narigi tomonga o'tkazib, gapirmasdi lekin. Indam ovozini chiqarmasdan o'tkazib, keyin qaytib ketardi. Toshkentda o'qib, lekin biror marta bir unaqa bir yomonlik ko'rmadik-da masalan. Hozirgi tirikchilik shu oylik bilanmi? Hozir tirikchilik shu masjidda faoliyatimizdan keyin nafaqat pensiya beradi davlat shu asosan. Ishimiz shu. Azonlaringiz ham juda chiroyli chiqadi. Bu menimcha hammasi usul havo, ya'ni muzikada o'qiganingizdan bo'lsa kerak. Endi shu joyda endi Mahmudjon domlaning mehnatini gapirmasam bo'lmaydi. Chunki mana Qur'onni o'qishimga sababchi o'sha Muhammad Sodiq aka bo'lgan bo'lsa, o'rganishimga Mahmudjon domladan tajvidni o'rganganman. Alloh rozi bo'lsin shu kishidan ham. Kelib, kitobni ko'tarib kelib, har juma masjidga kirib o'qib berardim. Domla tushuntirib berardi. O'sha tajvidni o'rgandim. Endi azonga keladigan bo'lsak, azon kalimalarni yodlab olganimdan keyin san'at ish berganda endi bunga. O'sha san'atda yurganim ish bergan. O'sha sabab bo'lib ikkalasi birlashganda xullas. Hozirda mana shu Qur'ondan kamchiliklaringiz bo'lsa, kim to'g'rilab turadi? Qur'ondan kamchiliklar bo'lsa, masalan, masjidda o'qiydigan bo'lsak, biladiganlar sekin qulog'imizga aytadi, "Maytda bir narsa qilib qo'yding" deyishadi sekin masalan. Uni aytgan bilan qo'lda o'qishlikda farqi yo'q, farqi yo'q. Farqi yo'q. O'sha Qur'on, o'sha. Endi harfini aytaman. Harfi ham o'sha, faqat endi ko'rinishi boshqa. O'sha alif, o'sha lam, o'sha mim. Faqat ko'rinish, masalan, bizning kitobimiz shu chapdan o'ngga o'qiladi. Hamma kitobimiz bir xil o'qiladi. Aslarda kitob masalan chapdan o'ngga o'qiladi, lekin Qur'on o'ngdan chapga o'qiladi. Bizning kitobimiz hammasi bir xil chapdan o'ngga. Sistemamiz bitta Braille degan sistema, biznikida Kirill, Lotin sistemasi bor-ku. Bizda bitta Braille sistemasi, o'sha hamma butun dunyoda tan olingan sistema o'sha. O'sha Braille yozuvi bo'yicha o'qiymiz. Yozishimiz o'ngdan chapga yozamiz, lekin chapdan o'ngga o'qiymiz. Yozish o'ngdan chapga bo'ladi. Yozishimiz. Agar taklif bo'lib qolsa, misol uchun umraga borgan bo'larmidingiz? Alhamdulillah, Farruxjon domla sabab bo'lib umraga bir marta borib kelgan. Mashalloh. Shu yigit Xabarim yo'q ekan. Shu yigit shu yerda yurgan paytda bir marta aytdi. Aka, bir martaga men sizni umraga jo'nataman dedi. Endi borishimni ham aytib qo'ya qolay endi. Bir martaga umraga jo'nataman dedi. 2023-yilda menga telefon bo'lyapti. Aytdim, Farruxjon domla nimaga menga telefon qildi? Oldim. Salom alaykum qildik. Aka dedi, o'zingiz qiynalmasdan yuraverasizmi dedi. Aytdim, yuraveraman dedim. Endi xayolimga kelgan yo'q dedim. Umraga borishim xayolimga ham kelgan yo'q. Yuraveraman dedim. Keyin tinchlikmi desam, aka siz umraga yozdirib qo'ydim dedi. Tamom, hayajon bosdi-yu endi. Chunki va'da bergan edi-da. Men sizni bir martaga umraga jo'nab ketgandan keyingi gap bu. Bu bitta imomlikdan ketgandan keyingi gap bu. Imomlikda ketgandan keyin biz u bilan salom alaykum qilib kelganda uchrashib turardik. Shunda bir joyda yig'inda aytib qoldi.
men bir martaga sizni jo'nataman dedi. Shundan keyin men Zoom aka yozdirib qo'ydim degandan keyin ana hayajon bosdi. Keyin hamma narsa tezlashib ketib xullas. Keyin o'zini o'sha Zangiotada Nazarbekda o'sha masjidida o'zini mutavvallisini qo'shib jo'natdi menga. Qo'shib jo'natdi. Ikkalamiz birga borib kelganmiz 23-yil. Birga borganmiz. Taassurotlar qanday bo'lgan Madinada, Makkada? Voy, Madinada taassurotlar shunday ajoyib bo'lar ekan. Madinada masalan bir kun turgan odam xuddi bir kun emas, 10 kun turganga o'xshar ekanda. Sokin, Madina juda sokin. Ketgisi kelmaydi odam, umuman ketgisi kelmaydi. Qiyinchilik yo'q. Lekin ko'pchilikni eshityapman, borgandan keyin ovqat yer ekan, oshxonaga kirar ekan masalan. Lekin shart emas ekan. O'sha zamzamni nima niyatda ichsa o'sha niyat ketaverar ekan. Biz ovqatni o'ylamabmiz ham maktabga borganda. 14 kun yurgan bo'lsam, oshxona qayerdaligini bilmadik, ko'chaligini. Bilmadik, ko'chani oshxonasi qayerdaligini bilmadik. Chunki yonimdagi sherigim ham juda bir dinga berilgan bola edi. O'zi ikkita o'g'li Murodda qori ekan uni. Ikkita o'g'li. O'sha yerda 20 yildan beri o'sha masjidda ishlar ekan. Bu bola. Mendan 2 yosh katta bola ekan, lekin juda bir arab tilini ham sal bilar ekan. Dindan ham sal ancha-muncha ilmi bor ekan. O'sha bola bilan yurdim. Lekin oshxona qayerdaligini bilmadik-da. Biz bilmadik. Qayerda marojin sotadi masalan? Qayerda oshxonasi bor bilmadik. 14 kun. Hech narsani bilmadik. Faqat kitob do'konlariga bordik, kiyim do'koniga bordik. Borgan joyimiz shu bo'ldi. Farzand tarbiyasida qiyinchiliklar tug'dirmaydimi sizga? Farzand tarbiyasida qiyinchiliklar endi bir xil paytda o'zimga o'zim sal bu bola sog', o'zim bunaqaman deb qo'yaman-ku, lekin yo'q, yaxshi hozircha yaxshi. Bir xil paytda haligi bo'lib qoladi. Baribir ham bolalarim sog', o'zim bunaqa bo'lsam tarbiya qila olarmikanman degan bir o'tib qoladi-yu, bolalarim ham dada bu yoqqa yuring, bu yoqqa yuring degandan keyin sal o'zimga kelaman keyin. Hajga harakat qilib ko'rmadingizmi? Ariza topshirib. Hajga bir ariza topshirishga mana endi MyGov orqali topshirsa bo'lar ekan. Endi bildim. Endi topshirmoqchi edim, 103 ming to'lovi bor ekan. Xudo hozir plastikka pul tushib qolgan ekan. Tashab qo'yamiz endi. Yaqinda bildim o'zim. Haj menimcha 10 yillarda kelyapti. Ha, shu o'yinlarda kelyapti. Hozir ariza topshirib qo'ysangiz 10 yillargacha. Ha, shu mana yo'q, endi topdim-da. MyGovni endi tutib ko'rdim. Ko'rsam o'sha yerda haj ziyoratiga shunaqa yo'llanma olish degan joy bor ekan. Ha, astoydil kirib, hamma narsasini bajarib ko'rsam, manaqasini ko'rsam 103 ming to'lov bor ekan. Keyin o'sha yerda to'xtadi keyin. Hatto pensiya chiqib olsam, xudo xolasa, yaxshi niyatda topshiramiz deb qo'ydim keyin. Hammani yoshlikda orzusi bo'ladi. Kimdir milisa bo'laman deydi, yo boshqaman deydi. Sizda qanday hissiyot bo'lgan yoshlikda o'zi? Men yoshligimda shu san'atda ketsam kerak deb o'ylaganman. Shu sohada ketaman deb o'ylaganman. Lekin почти 15 yil yurdim deyapsiz bu sohada, to'g'ri? 15 yil ham 15 yilcha yurdim. 15 yilcha yurdim. Kichkina anaqa emas-da, vaqt emas. Ha, shu ancha yurdik. Tushunarli, chiroyli suhbat uchun Muzaffar aka sizga rahmat. Mazza qilib suhbatlashdik. To'g'risi tayyorlanmaganman. Savol javoblarga ham, boshqaga ham. Siz ham tayyorlanmagansiz. Bu o'zidan o'zi juda tez bo'lib ketdi. Shuning uchun uncha kamchiliklar uchun tomoshabinlardan uzr so'raymiz. Keyingi qahramonimiz kim bo'lishi sizlarga bog'liq. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Kim bilan suhbat qilishimizni xohlaysizlar? Biror yaxshi doktor bo'lsin, o'qituvchi bo'lsin, qaysi sohani egasi bo'lishidan qat'iy nazar mutaxassisi bo'lsa, malakali, yoshi kattaroq inson bo'lsa, albatta muhim podkast loyihamizda keyingi qahramoniga aylanadi. Muzaffar aka, rahmat, salomat bo'lasiz. Shu fursatdan foydalanib mana shu muhim podkast kanalini ochgan mana sizga, atrofingizda yurgan jamoadagi yigitlarga hammasiga sog'lik, salomatlik tilayman. Boshlagan ishlarga Alloh rivoji barakot bersin. Nima niyatda shu ishni boshlagan bo'lsanglar, Alloh taolo barcha niyatlaringga o'zi yetkazsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqat yaxshi kunlarda uchrashguncha. Rahmat, salomat bo'lasizlar.